Yanada oshirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida qator soha xodimlari o'rtasida musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, poytaxtimizda O'zbekistondagi birinchi media futbol ligasi boshlanishidan oldin jamoalar ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Futbol media ligasining rasmiy ochilishiga bag'ishlangan matbuot anjumanida Adham Ikromov, Oybek Qosimov, Mirjalol Qosimov, Odil Ahmedov, Kamoliddin Murzoyev, Sanjar Tursunov kabi mehmonlar va ishtirokchilar qatnashdi. Ko'tarinki kayfiyatda o'tgan tadbirni Davron Fayziyev hamda Nilufar Sotiboldiyeva olib bordi. Jarayon boshlanishidan oldin tashrif buyurgan mehmonlar o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Toshkentga tashrif buyurganimdan xursandman. Poytaxtingiz menda juda iliq taassurot qoldirdi. Media ligani asosiy vazifasi bu yoshlarni birlashtirish, ularni to'g'ri yo'lga solish va qiziqtirish. Umid qilamizki, futbol orqali insonlarni sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga e'tibor qaratamiz. Futbol media ligasi bu sport va media sohalarini birlashtirgan zamonaviy formatdir. Ligada blogerlar, sportchilar, media shaxslar hamda yirik loyihalar vakillaridan tuzilgan jamoalar ishtirok etadi. Media liga futbolni yanada oshiq, tomoshabob va keng auditoriyaga yaqin qilib, muxlislar va yoshlar bilan o'zaro aloqaning yangi darajasini yaratadi.